Salam dostlar. Bu yil 7 ayda Amerikaning San-Fransisko shahrida Shimoliy Amerika Uyg'ur futbol lo'nqisi musobaqasi o'tkazilgan bo'lib, do'stim Dilduz Telman futbolga bog'langan so'ygi sarlavalik maqolasi orqali bu navbatlik musobaqaning umumiy ahvolidan Amerika va Amerika sirtidagi qarindoshlarimizni vaqiflantirgan edi. Bir futbol havaskori bo'lish supatim bilan maqolni alohida qiziqish bilan o'qishni boshlab, bir tiniqimda degidek o'qib tugatgan edim. Maqolni o'qib bo'lib, Amerikada 5 yildan beri davom etayotgan bu musobaqaga xiyolimda tabriklar yo'lladim. Ham bu faoliyatning ishtirokchilari, jumladan futbolchilar, reperlar, shundaqla keng jamoatga ofirlar etdim. Shuning bilan birga xuddi gelimga beliq qiltirig'i to'sib qolgandek to'liq aramsizlandim. Hatto g'azablandim desam bo'ladi. Musobaqani oxirigacha davom qilmagan yaramas futbolchilardan qattiq mayuslandim. Men futbolni bekli yoqtiraman. Futbol musobaqasining ruhini nihoyatim yuksak bilaman. Bu ruhni bilmagan futbolchining mayl u qanchalik mahir bo'lsin, musobaqaga tushish salohiyati yo'q deb qarayman. Amerikada elib berilgan bundaq faoliyatni Amerikadagi Uyg'urlarla emas, balki muhojiratdagi barliq Uyg'urlar degidek ko'ramiz. Nurg'un ajr-badliga o'rinlashtirilgan, nihoyatim ahamiyatli odamga umid, ishonch nurlarini yo'ritadigan bundaq faoliyatning butunlay muvaffaqiyatli tamomlanishiga daxl qilish hech kimning haddi emas deb qarayman. Do'stim Dilduz Telmanning bu maqolasini o'qigandan keyin texnik ko'proq jamoatga bildirish uchun uyga elib tayyorlagan edim. Bugun anglaydiganingiz Yalqin Ro'zining Uyg'ur bolalari va futbol ruhi degan maqolasi. Bu maqoladagi futbol ruhining dunyoning har qaysi joylaridagi futbolchi azimatlarimiz va keng jamoatga ozdir ko'pdir ilhom baxsh etishiga chin dilimdan tilakdoshman. Uyg'ur bolalari va futbol ruhi. Uyg'ur bolalarining tantarbiya turlari ichida futbolni eng yaxshi ko'radiganligi hammaga ayon. Gerçi Uyg'ur jamiyatida bolalarning futbol o'ynash sharoiti talabga uyg'un holda hazırlanmagan ham futbol madaniyati haqiqiy ma'noda shakllanmagan bo'lsa-mu, ammo futbol ruhi xeyli uyg'ongan deyishga bo'ladi. Bo'libmi Urumchi, Qashqar, G'o'lja, Otush, Qaramay qatorliq 5 shaharda bolalarning futbolga bo'lgan qiziqishi intayin yuqori. Uyg'ur bolalarining futbolga bo'lgan o'tdak havasini ularning Jungo bo'yicha o'tkazilgan mamlakatlik o'smirlar futbol musobaqalarida bir necha qitim birinchi bo'lganligidan ko'rib olishga bo'ladi. Masalan, Otush o'smirlar futbol komandasi 2007-yili 28-sentabr kuni Xubey o'lkasining Chinhuangdao shahrida o'tkazilgan 2007-yillik mamlakatlik o'smirlar futbol musobaqasida birinchi bo'lib hammani hayron qoldirdi. Urumchi shaharlik 5-boshlang'ich maktabning futbol komandasi 2011-yili Shandongda o'tkazilgan Weifang o'smirlarning xalqaroliq taklif musobaqasida birinchi bo'lib Jungo futbol sohasini zilzilaga solib o'tdi. G'o'lja nahiya Turpan Yuz Umid boshlang'ich maktabi komandasi 2012-yili 4-oyning 19-kunidan 21-kunigacha Beijingda o'tkazilgan mamlakatlik Umid qurilishi yosh o'smirlar futbol taklif musobaqasida chempionlikka erishdi. Uyg'ur o'smirlari qo'lga keltirgan bu shon-sharaflar Jungo futbol sohasidagilarning umid nazarini Xinjiangga og'dirishiga sabab bo'ldi. Natijada Xinjiangdan har qaysi o'lka, shaharlardagi futbol komandalariga va klublarga o'smir futbol mohirlarini tanlash shamoli ko'tarildi. Buningdan boshqa Uyg'urlardan yetishib chiqqan futbol cho'lpini Bari Muhammad bilan Mira Ahmad Mirza Ahmadning nomi kundan kunga chiqib, Jungo futbolchiligidagi cho'lponlar qatoridan o'rin oldi. Uyg'ur bolalari qo'lga keltirgan bu ajoyib natijalar hargizmi tasaddiqiylik emas. Balki futbolga bo'lgan qiziqishini tabiiy havasga aylantirgan Uyg'ur bolalarining bundaq natijalarni qo'lga keltirishi tabiiy ahvol. Uyg'ur bolalarining futbolga bo'lgan qiziqishining tabiiyligini Futbolchi bola nomli mis haykal bilan Muhammadning 2008-yili nomli kino filmidan ko'rib olg'ili bo'ladi.
futbolchi bola nomliq mis haykalni Wang Xuanyun ismli haykaltarash yasagan bo'lib, bu haykal 2008-yillik Olimpik tanharakati haykaltarashlik asarlari ko'rgazmasiga tanlanib, dunyoning joy-joylarida aylantirilib, ko'rgazma qilingan. Haykaltarash bu asar orqali Uyg'urlarning tantarbiyyani suyish va olimpikni qo'llash ruhini aks ettirmoqchi ekanligini aytgan. Bizni qiziqtiradigan yeri haykaltarashning bir go'dak Uyg'ur bolaning to'lib tashqan xushallik bilan futbol tepishga intilib turgan holatini tasvirlaganligidir. Bu haykalni ko'rgan har qanday odam boladagi qiziqishning to'g'mi ekanligiga hayron bo'lmay qolmaydi. Muhammadning 2008-yili nomli kino filmi o'xshashla Uyg'ur bolalarining vujudidagi futbolga bo'lgan tabiiy havasini aks ettirib bergan yaxshi filmdir. Tangirtaq kino studiyasi ishlagan bu film tunji qitim Beijingda qo'yilganda axborot vositalarining yaxshi bahosiga erishgan ham orqadilla mamlakat bo'yicha 13 film shirkatining qo'llashiga erishib, yuqori iqtisodiy unum yaratgan. Bu film yana shu yili 6 aprel kashda 15-navbatlik Beijing studentlar kino bayramida kishilarning eng diqqatini qo'zg'agan filmga aylangan. Bu filmda Uyg'ur bolalari ichida umumlashgan futbol ruhi namoyon qilingan. Uningda aks etgan milliy alohidlik va yerlik puroq kishilarning qalbini hayajonga solgan. Bu filmda bir to'p dehqon bolalarning futbol hikoyasi orqali taklimakan farzandlarining go'zal orzu intilishlari aks ettirilgan. Filmda tasvirlanishicha, Taklimakan qumliqining chetiga joylashgan Qumquyruq kentida iqinlar qurib, kent tadrijiy qumlashadi. Ammo kent aholilari ota-bobolardan tortib yashab kelgan bu ona makondan ko'chib ketishga ko'z qiymaydi. Ular kent boshlig'i Qodirning yetakchiligida quduq qazib, ko'cha tikish orqali yurt makonini saqlab qolishni o'ylaydi. Lekin tabiatning rahimsiz zarbisi ularning ishonchini tavritib qo'ydi. Shaharda yashaydigan Darvoz Muhammad kecha-kunduz bir orzuning o'tida kuydi. U bo'lsa-mu Beijing Olimpik tanharakat yig'inining ichilish murosimida donliq changining bo'shlig'ida darda minib, dunyo ahliga Uyg'urlarning darbozlik mahoratini namoyon qilishdan iborat edi. O'ylamgan yerdan xato holda u tashkilning o'rinlashtirishi bilan Taklimakan bo'yidagi Qumquyruq kentiga futbol turnirligiga avatildi. Filmda tasvirlangan Qumquyruq kenti 100 yillik tarixga ega mashhur futbol kenti bo'lib, bu kentdagi ayol, qari yosh hammasi futbolni yaxshi ko'rdi. Futbolga alohida havas qildi. Shu sababdan ularning ko'pinchisining futbol mahorati yuqori. Muhammad Qumquyruqdagi futbol muhitida layoqatli trener bo'la olmay kulkiga qoldi. U shaharga yetkilib ketish maqsadiga yetish uchun Qumquyruqliq bolalardan foydalanmasi bo'lmaydiganligini tushunib, ularga agar viloyat bo'yicha o'tkaziladigan musobaqada eksoq lo'nqisiga erishsa, Qumquyruq kentidagi bolalar Beijingga berib, Olimpik tantarbiya musobaqasining ochilish musobaqasini ko'ra oladi deb Qumquyruqliqlarga yolg'on aytdi. Film vaqaligi mana mushu syujetni bo'ylab taraqqiy qilib, yurakni hayajonga soladigan hikoyalar o'tirg'i chiqadi. Garchi o'zlari Taklimakanning chetidagi to'g'roqlikqa joylashgan bir kichik kentda yalang'oyoq yugurib, qum kechib, top o'ynaydigan talaysiz bolalar bo'lsa-mu, ammo ular taqdirga tan bermay, olg'a intilib yashab, dunyoviy futbol cho'lponlariga aylanishni o'ylaydi. Filmda bu bolalar jo'shqin xarakteri, qaysar ruhi, kapsiz mijozi bilan ajoyib yorqin manzarani namoyon qiladi. Ulardagi erkin xarakter, o'zini ifodalashga bo'lgan tashnolik, jafo mushaqqatga pisand qilmaydigan chidamchanlik, futbol desa hammani unutadigan psixika kishilarda unutilg'isiz ta'sir qoldirdi. Ularning vujudida ajoyib bir o'zgacha ruh, futbol ruhi eng ro'shan aks etadi. Mana bu Muhammadning 2008-yili nomli kino filmining utuqi. Futbol qumquyruqliqlarning turmushining kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qismiga aylanib ketgan bo'lg'ashqa, bu yerdagi bolalarning futbolga bo'lgan qiziqishi ajoyib kuchli. Ular futbol o'ynashni yigitlikning belgisi deb qaraydi.
Ularning futbol o'yinigidek afzal sharoitidan so'z etish mumkin bo'lmasa-mu, ammo ular nihoyatda qizg'in ham chaqqon, aqlliq ham jo'shqin, chabdas ham chidamliq. Ularning issiq ham to'pi o'rlab turadigan bu qadimiy sahrosida tayyorlab to'pi bo'lib ketganda yuyinadigan munchi yo'q yoki sharqirab eqib turgan irq o'stam yo'q. Ularning bexatar ham pokiz chimliq maydoni yo'q. Ularning pat-pat almashtirib kiydigan zapas kiyimi yo'q. Ular yaralansa damonliqqa davolaydigan dori asboblarmi yo'q. Ular mahoratini pishildirsa tanlashni kutib turgan kasbiy klublarmi yo'q. Ammo ularning vujudida 100 yildan beri yelinjab kelayotgan futbol ruhi bor. Uyg'ur jamiyatidagi bu xil futbol ruhi nereden kelgan? Uyg'ur bolalari nima uchun futbolni yaxshi ko'rdi? Bu xil an'ananing tarixiy sababi nima? Shubhisizki, bu savollarga javob berishda oldi bilan gapni Xinjiangdagi donliq ma'rifat bo'shigi va futbol kenti Eksaqdan boshlashga to'g'ri keladi. 2006-yili Markaziy televiziya stansiyasining birinchi yurish kanalining Junxo millatlari programmasida 85 yoshlik Muhammad Zununning oilasi asos qilinib 3 qismga bo'lib tanishtirilgan 100 yillik futbol kenti degan maxsus film bilan Eksaq kenti butkul Jungo miqyosiga mashhur futbol kenti bo'lib tanildi. Her ayda 2 son chiqadigan Tantarbiya rasmlik jurnalining 2011-yillik 10 sonning muqovasida yuz ko'zi optobda kuyib qaridab ketgan, qiyin-qiyinga patmay varqirab sakrab ketgan eksaqliq futbolchi bolalarning sho'x tetik qiyofati namoyon qilindi. Ham jurnal ichida 16 bet ajratilib, Xinjiangdagi 100 yillik futbol kentini ziyorat, eksaq rivoyatlari degan mavzuda Eksaq futbolchiligining o'tmishi va buguni mazkur jurnalning muxbiri Yangning tarafidan surat bilan mazmun giralashtirilib, tanishtirilib, Jungo tantarbiya sohasidagilarning hayronligini qo'zg'adi. Bu tabiiy holda Eksaqning futbol jihatdagi nomini texmo keng ahamiyatga ega qildi. Bugungi kunda Eksaqni Jungo bo'yicha nomi mashhur futbol kenti sharbiga muyassar qilgan tükibkor shaxslar Oq-Uka Musaboyevlardir. Tantarbiya tarixidan ma'lumki, hozirgi zamon futbol harakati 1860-yillarda Angliyada barliqqa kelgan. Uzoqqa qolmay butkul Yevropada futbol harakati umumlashib dunyoga tarqalgan. 20-asrning boshlari Turkiyada futbol klublari barliqqa kelgan. Oq-Uka Musaboyevlar 1905-yili Turkiyaga o'qishga chiqargan Tursun Apandi bilan Abdurahmon Apandi Shodi Xinjiangda futbol harakatini tunji qitim barliqqa keltirgan azimatlar hisoblandi. Tursun Apandi bilan Abdurahmon Apandi 1915-yili Turkiyadagi o'qishini tugatib vatanga qaytgandan keyin Otush Eksaqda o'quvchilarga futbol o'ynashni o'rgatgan. Abdurahmon Apandi 1920-yili G'oljida Rushdi to'liqsiz maktabga mudir bo'lganda G'oljida tunji qitim futbol musobaqasi uyushtirgan. Tursun Apandining 1910-yillarning oxiridan boshlab Husayniya maktabi deb atalgan ustun otishdagi Eksaq maktabda futbol harakatini zo'r qizg'inlik bilan umumlashtirganligini namoyon qiladigan tarixiy voqealar va real hodislar oz emas. Masalan, Eksaq futbolchiligining yuksalgan holatini Qashqarda turishliq Angliya konsulxonasidagi xodimlar va askarlar bilan musobaqalashganda futbolganligidan ko'rib olg'ili bo'ladi. Og'zaki aslimilar asosida yozilgan materiallarda bu musobaqa 1927-yili Qashqarning hozirgi xalq maydoni bilan tuman ko'li oraliqidagi uzun yo'lliq avtobus bekiti joylashgan o'rinda bir dehqonning bedligida o'tkazilganligi yozilgan. Bu vaqt tarixiy chinliqqa xeyli uyg'un. Chunki bu musobaqada Sovet ittifoqi konsulxonasining odamlari 3-taraf sifatida maydondagi tartibga kapolatlik qilgan va reperlik qilgan. 1917-yili yuz bergan fevral inqilobi va oktyabr inqilobi natijasida Char podshoh hukumati ag'darilgan. Shuning bilan 1880-yillardan buyon Qashqarda kuchli holatda mavjud bo'lib kelgan alohida imtiyozli Rossiya konsulxonasi tez xaroblashgan.
Яңзаншин hökuməti yeni qurulğan bolşeviklar hökumətindən qattiq ənsirəb, kommunizm ideologiyasının Şinjanğa tarqılışıdan qattiq həzər əyilgan. Bu 30 yılğa yaqın vaqtdan beri Qashqarda Rossiya bilan üstünlük talışıb kelayotgan Angliya konsulxanası üçün tepilg'usiz fursat bo'lgan. Biroq uzoq o'tmay vaziyatda o'zgarish bo'lgan. Ya'ni Bolşeviklar hökuməti hakimiyyətini müstəhkəmləb, ayni vaqtdagi Gomindan hökuməti bilan yaqin münasibət şəkilləndirgan. 1923 yıldan başlap Sovet İttifaqı tərəf Şinjanның ali rəhbəri Yang Zemin hökumətiga özara konsul turğuzuş toğırlıq elçi əvətgan. Xu Jianyingning Mingu davridagi Angliya bilan Jungo Şinjan 1912-1949 yili degan kitobida yozilgandek 1925 yili 9 ayının 1 kuni Sovet İttifaqının baş konsuli Max Dumpis 9 nəfər konsul xadimini elib Qashqarga kelgan. 10 ayının 10 kuni Sovet İttifaqının Qashqarda turishliq baş konsulxonasi rasmiy holda ishga kirishgan. O'rni ilgariki Char Rossiya baş konsulxonasi bo'lgan. Sovet İttifaqının Qashqarda baş konsulxonasining qurilishi Jungo, Angliya, Sovet İttifaqı o'rtasidagi munosabatni texmo murakkablashtirib etgan. Yang Zemin hökuməti yanala Angliya tərəfini himoya qilib, sobiq Sovet İttifaqı konsulxonasining ta'sirini cheklab turgan. Angliya konsulxonasi o'zining ustun o'rniga kapolatlik qilish uchun Hindistondan 30 atrofida askar akilib konsulxonada turg'izgan. Bu askarlar bilan konsulxona xodimlari bo'sh vaqtlarda futbol o'ynaydi. Shuning bilan Tursun Apandi boshchiligidagi ustun atish futbolchilari o'rtasida Qashqarni zilzilaga solgan musobaqa shakllangan. Chunki musobaqada ustun atish futbolchilari yuqori mahorat ham jonpidalik bilan o'ynab Angliya konsulxonasining futbol atritini yengib olgan. Ko'p yillardan beri hech bir ishda g'alaba mevasining ta'mini tetib baxmagan Qashqar xalqi o'z o'g'lonlarining hakavor ham zo'ravon angliyaliklar ustidan qozongan g'alabasidan olamcha shodlikqa to'lgan. Futbol o'ynash odati Qashqar bilan otishdagi maktablarda 1930 yillarda texmi umumlashgan. Bo'libmi 1935 yildan boshlab Uyg'ur madaniyat oqartish uyushmalari joylarda o'zaro futbol musobaqalarini uyushtirib, bu jihatga qiziqishning umumlashishiga turtki bo'lgan. Abdurahmon Shodi apandining tirishchanligi bilan G'oljada boshlangan futbol harakati 1930 yillarda avjiga chiqqan. Shu yillarda yangi maktablar kayni-kayndan ichilg'ashqa futbol harakati o'qituvchi, o'quvchilar eng qiziqib o'ynaydigan tarbiya turi bo'lib qolgan. Materiallarda yozilishicha, G'uljahar ichidagi Van Qadirning beg'ida har hafta degidek futbol musobaqasi o'tkazilib turgan. Şinjanның futbolchiligi ana shu asosda taraqqiy qilib 1950-yillarga kelganda keng ommaviy tanharakatga aylangan. 1953-yili 10-oyda Murat, Jabbar, Aziz, Hamdul qatorliq 18 kishidan tashkillangan Şinjan futbol komandasi Junxo Xalq Jumhuriyati qurilgandan keyin tunji qitim o'tkazilgan G'arbiy Shimol futbol musobaqasiga qatnashib chempion bo'lgan. Keyingi qitimlardami yaxshi natijalarni qo'lga keltirgan. Ash qitim chempion bo'lgan komanda a'zolarining Xanzu Uyg'ur yezigida Şinjan degan xat besilgan maykani kiyib, ikki rat bo'lib mardona qiyofatda tushgan xotira surati shu qitimqi g'alabaning xotirasi sifatida hozirgacha zo'qimizni qo'zg'ab kelmoqda. Tursun Yusufning hozirgi zamon istitaksiz urushi futbol degan kitobida bu xildagi utuq natijalarning misoli sifatida mundaq yozilgan. Demak, ozodlikning dastlabki vaqtlarida Şinjan futbol komandasining yuqorqidek yaxshi natijalarga erishishi va donliq futbolchilar yetishib chiqib, davlatimiz futbol harakatining rivojlanishiga kuch qo'shib turtki bo'lishi Davlatlik tantarbiya komitetining Atush Eksoq va G'uljini futbol yurti deb tilga ilishi futbolning Şinjanda uzun tarixga ham kuchli ommaviy asosga ega ekanligini isbotlaydi. Atushning Eksoq kentida 1990-yillargacha 60-70 yoshlardagi bovaylarning o'zaro musobaqa qilishib futbol o'ynash odati doim ko'rilib turadigan ahvol edi. 1990-yillarning 5-ida Şinjan televiziya stansiyasi ishlagan Atush saylisi degan san'at filmidagi bir necha bovayning o'zini unutgan holda futbol tepayotgan ham sakrab to'pni usayotgan nodir ko'rinishi helmi kishilarning esida.
Hazırmı eksaqlıqlar futbolni barlıq təntarbiya türlərindən üstün qoyub muamele qılıdı. Eksaqlıq ösmürlər futbol oynaşını yigitlikning ən roşan belgisi deb qaraydı. Muhammadning 2008 yili nomli filmi eksaq futbolchiligini yeb uch qilib, keng Uyg'ur bolalaridagi futbol ruhini namoyon qilgan. Umuman eksaqdan iborat kichkina kentdan boshlangan 100 yillik futbol an'anasiga ega Uyg'ur jamiyatida kelajakning egasi bo'lgan bolalar futbolni texmi zo'r qizg'inlik bilan o'ynab, o'zlarining jo'shqin futbol ruhini namoyon qilib, mamlakat saviyasidagi donliq futbol cho'lponlarining orqa-orqadan borliq kelishiga, mamlakat darajalik musobaqalarda birinchi bo'lishdek sharafli natijalarga muyassar bo'lmoqda. Sho'x, chabdas, jo'shqin, ziyrak Uyg'ur bolalarli bo'ladi ekan, ularning vujudida tabiiy yelinjab turgan futbol ruhi bo'ladi ekan, yaqin kelajakda Ahmad, Samad yoki Bori, Yori degandek chiroyli ismlari bor dunyoviy futbol cho'lponlari xalqaro musobaqalarda ajoyib yuqori mahoratlarini namoyon qilishib, ona diyoriga sharaf keltirishi, qarindoshlarini ko'rilib boqmagan his hayajonlarga cho'mdirishi, qisqasi bizni dunyoviy kengliklarda g'ururlantirishi tabiiy. Demak, har qaysi ellar va xalqlar o'zlarini turli shaklda ifoda qilayotgan, o'zlarining qobiliyat, iqtidorlarini o'xshash bo'lmagan nuqtalardan namoyon qilayotgan sharoitda Uyg'ur bolalari o'z vujudidagi futbol ruhini javlon qildirib, futboldan iborat muhim tantarbiya turini milliy xarakterimizni ifoda qiladigan bir turli soha sifatida muqimlashtira olsa, intayin cho'ng ish bo'ladi. Bu orqali o'zini ko'p hollarda naqshi usul orqali ifoda qilishga ko'nikib ketgan milliy xosligimizda universallashish yuzlanishi shakllanadi. 2012 yili yozildi. Mikrofoni oldida Nuriya Rahman. Maqolaga kirishtirgan muzikani Dilfurs Xani ishlagan. 16 sentabr Janvadi uniga elindi.